İkitalaymi? 50 Yo'q, bittali. Kızım. O'shaga ham ifoda bersinlar. Ertaga borib sudga yozaman, hammasini ifoda beradilar. Tamam? Shohruh kim o'g'li? G'ayrat o'g'li. Ne qilibsiz bir? Aytaman ko'tiribman deb. Berkimniki o'zi? Bilmas ekan-ku. 2000-yilmisiz? O'lmasa ham nomerini bering. Oqrabot. To'g'rimi? O'lmasa xalaslik fermer emasmi? Yo'q, bobkunlik Gilavun doktor. Doktor nimalar qildi? Nima berib qo'ymas ekan? Plakat yozilgan. 90lik. Ha, 415 415 335. Bu 35. ukalar nomerlar o'zlari to'y qildi, nimalar? Yozibdilar, zanetlar. İsmi nima bu kishi? Feruz. Qayerdanmi Feruz? O'pkinadi. Siz bir ofisialni ishlaysizmi? Men bir ishlamayman, burun chiqmayman, o'tirman shunda. Prosta o'tiribsizga, ha? Yo sotuvchimisizmi? Qaraysizmi? Smen olishga odam kelsa chiqib sotasizmi? Nima qilasiz bir ishingiz nima? Shunda o'tirman, aytdim, o'tirman shunda. Qo'lim chiqarib gapiryapman. Shunda o'tirman deyapman. Qo'lim chiqarib gapiring, qo'lim chiqarib gapiryapman. Aytdim, shunda o'tirman deb. Shunda o'tirman deyapman-ku. Shuna o'tiribman emas. Qo'lim chiqarib gapiring deyapman sizga. Men shunda o'tirman deyapman. Nima Eshitdim buni. Qaytaman qo'y. Nima qo'lim chiqarib gapiring deyapman sizga. Qo'lim chiqarilgan aka. Tamam. Aqlli qilmayman, tushundingizmi? Aqlli ham yo'q aka. Sizga kelib aytilammi xodim mana shunday deb? Men kirib ana bu vagon chetini aşağı qilib uribdilar. Qo'yib urdilar, chiqdi, to'g'rimi? Qilayotgan, urmagan, topdimi? nima qiladi? Taqlatdilar, urdilar. Ha, xo'sh, kenchi. Urish mana bu eshikdan bilan mana bunday qilinadi. Xo'sh. Nima xo'sh? Tamam. Nima belki? O'lmasa ekan o'zi nomeri yo'qmi? Ha, nima gap? Nima qilasan berib o'tiribman. Borishingga. Nima uchun ishni gapiryapsiz? Men ishni gapirganim yo'q aka. Zo'rmisiz? Yozuvchimisiz? Hozir zo'rman deganim yo'q. Sudga borib yozaman deysiz. Huquqimni bilaman, yozaman, tamam? Nima huquqingiz? Huquqim? Beri taalluqli bo'lmasangiz nima qilasiz beri? Savol. Aytib, issiqga akam joyga o'tiribman, tamam? Salqinlikka. Kim akangiz? O'lmas aka dedim-ku. Ha, hozir bizlar bilan yuraysiz o'shada. Qayerga? Ichki ishlarga. Men sizlarni ichkari bormayman. Borasiz. Nimaga borishim kerak? Olib borishga kelganman-da. Bu yerga kelganingizda xodimlar kimga bildirdingiz siz? Hudud mahallaga, xodimlarga nosamimiy munosabatni bilyapsiz. Nosamimiy? bildirdingiz. Ha. Bilaman-da. Internetga olib tarqatmoqchi bo'lyapsiz o'zizcha. Men bu gapni aytgan shu gapni, mana shu gapni ertaga men boraman, mana shu gapni isbotlab berasiz, mana shu internetga tarqatishgan joy.